Mamlakatimizni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, qishloq joylarda aholi uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish, investitsion loyihalarni amalda tatbiq etish borasida Mirzobod tumanida ham ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Tumanda hududiy investitsiya loyihalari doirasida umumiy qiymati 30 million dollarlik 42 ta loyihalar shakllantirilgan bo'lib, 90 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Joriy yilda tumanning eksport ko'rsatkichlari 17 million 800 ming dollarga yetib, 150% o'sish ta'minlandi. Hududda zamonaviy shunjon usulida paxta ekishdan tortib ipkalava, mato bo'yash va tikuvchilik korxonalari faoliyati mexanizmi yaratildi. Endilikda tumanning o'zida mahalliy brend asosida ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlari xorijiy davlatlarga eksport qilinyapti. Bugungi kunda Mirzobod tumanida bu xitoylik korxona paxta qayta ishlash tashqari maxsus sanoat zonasi hududida shu paxta zavodi yonida yana qo'shimcha ravishda xitoylik kompaniyasi faoliyati boshlagan. Hozirgi kunda o'sha xitoylik kompaniyasi tomonidan 45 million dollarlik 5 ta loyihani amalga oshirish ishlari boshlangan. Agar bu 5 ta loyiha amalga oshirish natijasida tumanda tomchilatib sug'orish uskunalari, paxtani o'rash uchun agroplyonka, rangli profnastil, shuningdek yog', moy va omiqda yem ishlab chiqarish sanoat korxonalari ochilishi rejalashtirilgan. Bu sanoat korxonalari ochilishi natijasida tumanimizdagi ishsiz aholi ish bilan ta'minlanadi. Hozirgi kunda yangi ochilayotgan korxonada va yangi tashkil etilgan loyihalarda qurilish ishlari boshlangan. Mirzobod tumanida shunjon usuli asosida paxta yetishtirish agrotexnik jarayonlarning yangi bosqichi sifatida joriy etilgan. Ushbu usulda yerdan samarali foydalanish, suv tejamkor texnologiyalar va ilmiy yondashuv asosida yuqori hosil olishga asosiy e'tibor qaratilgan. Tumanda zamonaviy usulda paxta yetishtirishni tashkil etish loyihasi doirasida 17 million dollar mablag' yo'naltirildi. Endilikda Xitoy texnologiyalari asosida quruq va sho'r yerlardan ham mo'l hosil olinmoqda. Mirzobod tumanidagi 5000 gektar yerimiz bor. O'sha 5000 gektar yerda Xitoy usulida, o'zi Xitoy kompaniyasi Xitoy usulida paxta ekilgan. Bu yoqda 76 qo'shqotor ekilgan. 76 qo'shqotor bo'lgandan keyin avval bizning paxtamizning hosili O'zbekistonda yaxshi bo'lmagan. Sababi, asosiy sabablardan biri ko'chat soni kam bo'lgan. Hozir bu 76 qo'shqotor ekilgandan keyin bu yoqda ko'chat soni 220 mingdan 240 minggacha bo'ladi. Bu ko'chatni biz o'z vaqtida yetishtirib olsak, albatta bizning hosilimiz 60 sentner, 70 sentner bo'ladi. Xitoy texnologiyasining afzalliklari, bu urug'i ham Xitoyniki. Xitoyniki bo'lgan sababiga buni ildizi yerga unchalik kirmaydi. Avvalgi biz o'zimizni mahalliy ekkan paytlarimizda ildiz pastga tushib ketardi-da, uni sug'orish qiyin bo'lardi. Hozir buni ildizi tepada bo'ladi. Afzal taraflardan eng asosiysi biz avval o'zimiz usulda ekilgan paxtalarimizda paxtani suv bilan birga o'g'it yoki yerda o'ziga o'g'it berardik. U o'g'itda ko'p isrof bo'lardi. 90%, 80% isrof bo'lardi. Hozir bu kapilning arishidan ketadi, to'g'ridan to'g'ri o'simlikning paxtaning ildiz poyasiga yetib boradi. Ildiz poyasiga yetib borgandan keyin u paxtaning rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Avvalgi xarajatlarni qisqartirilgan holda undan ko'proq ko'chat yetishtiramiz. Shuning hisobiga paxtamiz yaxshi hosildorlik beradi. Biz paxtani bu yerda qayta ishlab tayyor mahsulotgacha olib bormoqchimiz. Hozirgi kunda o'zimizda paxtani kapilning alishini tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish uchun kerakli bo'ladigan hamma turbalar, kapillar, lentalar, plyonkalar bizda o'zimiz zavodimiz tomonidan ishlab chiqariladi. Qayta ishlash ham o'zimizdan. Nasib bo'lsa keyingi yilda hozir shu viloyat delegatsiyasi bilan biz Xitoyga tashrifimiz chog'ida biz gaplashib kelishuvga erishildi. Suyultirilgan o'g'it O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda yo'q. O'shani biz O'zbekistonga olib kelib, birinchilardan bu O'zbekistonda Mirzobod tumanida suyultirilgan o'g'itni ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchimiz va paxta sanoat zanjirini mana shu yerda to paxtani ekishdan to urug'ni qayta ishlashdan boshlab to paxtani yetishtirib tayyor mahsulotgacha mana shu yerda hammasini yo'lga qo'yish niyatlarimiz bor. Shinjon usulida yetishtirilgan paxta yuqori sifat va mo'l hosili bilan ajralib turadi. Bu esa ichki va tashqi bozor talabini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yerda Mirzobod tumanida 5000 gektar paxta ekkanmiz. Men o'zim Xitoyda Sinjon viloyatidanman. Biz O'zbekistonga kelib Mirzobod tumanida paxta yetishtiryapmiz. Kutayotgan hosildorligimiz 60-70 sentner. Bu yerda 1 gektarga qo'shqotor ekilgan joylar, bu yerda 220-240 mingta ko'chat bor. 4 marta dorilaganmiz. Har xil hasharotlarga qarshi, keyin yana bu o'zi Xitoy urug'i hisoblanadi. O'tga qarshi gerbitsid sepish bemalol mumkin. Keyin yana shu hasharotga qarshi dorlash mumkin. Bu urug'imiz hasharotga va gerbitsidga chidamli. 大概经过2个月的时间就把它采摘完毕。
Davlatimiz rahbari hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida hududda yangi ishlab chiqarish korxonalari va zavodlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Jumladan, paxta xom ashyosini saqlash va qayta ishlash zavodini tashkil etish loyihasi doirasida $15 million sarmoya kiritildi. Xitoylik investorlar bilan hamkorlik tashkil etilgan zavodda mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. 良河榨花厂于2025年6月开始建设。 Biz bu yerga Muzobod tumaniga $30 million investitsiya kiritdik va o'tgan yil 2025-yil 6-oyda bu yerda zavod qurilishi boshlandi va 2026-yil yanvar oyida zavodimiz ishga tushdi. Hozirda zavodimiz quvvati 50 ming tonna paxtani qayta ishlaydi. O'tgan yili biz 10 ming tonna paxtani qayta ishladik. Shundan 10 ming tonna paxtadan 600 tonna tavla yetishtirdik. Bizning texnikalarimiz hammasi Xitoyning kompaniyalaridan tomonidan bizga olib kelingan. Bizning asosiy maqsadimiz bu yerda nafaqat paxta zavodi, balki paxta sanoat zonasini qurmoq. 中国工人有 Tumandagi matoni bo'yashga ixtisoslashgan korxonada bugun 100 dan ortiq aholining bandligi ta'minlangan. Turkiyadan kelgan mutaxassislar bilan hamkorlikda barpo etilgan korxona laboratoriyasida matolarga yangi ranglar yaratish ustida ish olib borilmoqda. Laboratoriya fabrikani yuragi hisoblanadi. Mijozlarimiz buyurtmalarni bizga beradi birinchi, keyin biz bu yerda rang ishlab chiqarib, ishlatmaga chiqarib beramiz. Apparatlarimizda, keyin bo'yoqlarimizda foydalanamiz. Bizda asosan laborantlar ishlaydi. Ikkita smenada 3tadan jami 6ta qiz ishlaymiz. Ustozlarimiz bor, ustozlarimiz o'rgatib turadi bizga. Retsept yozib beradi, o'shanga qarab bo'yoqlarimizda pipetka yordamida bo'yoqlarimizni tortib rang ishlab chiqaramiz. Apparatlarimizda bo'yoq aylantiriladi. Biz ishlab chiqargan bo'yoqlardan foydalanib, u yoqda ko'proq kilogrammda bo'yoq aylantiriladi. Men bu yerda 5 yildan beri ishlayman. Sharoitlarimiz yaxshi. Xaridorlarning talab va taklifidan kelib chiqib korxonada qalin va to'q rangli qishki gazlamalar ham ishlab chiqarilyapti. Fabrikamizda hozirgi kunda 120 nafar ishchi o'z faoliyatini olib boradi. Asosan biz matoni to'qish, bo'yash, tayyor kiyim holatiga keltirish bilan shug'ullanamiz. Hozir turgan joyimiz bo'yoqxona sexi deb yuritiladi. Asosan bu yoqda xom holatdagi matolarni bo'yab, tayyor holatga keltirish, ya'ni chiquvga tayyorlab berish jarayonlari mana shu yerda amalga oshiriladi. Birinchi o'rinda olingan buyurtmaga rang ishlashdan boshlanadi ishlarimiz. Kichik hajmdagi matolarga buyurtmasini so'ragan rangini laboratoriyada ishlab berib, ularga berilgan ranglarga to'g'ri keladigan ranglarni retseptlarini berib, ularga tanlash imkoniyati beriladi birinchi. O'sha tanlangan ranglar bo'yicha keyin biz katta kilogrammlarda, ya'ni 1 tonna bo'lishi mumkin, 2 tonna, 10 tonna bo'lishi mumkin. Bu zakazlarni qabul qilib, ish faoliyatimizni boshlaymiz. To'xtovsiz fabrika 24 soat ishlab turadi. Bir kunda o'shaning uchun ham maksimal hajmda ishlaydigan bo'lsa, 13 tonnagacha mahsulot chiqara oladigan quvvatga ega. Hozirgi holatda Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya davlatlariga eksport qilayotgan mahsulotlarimiz ham bor. Ya'ni yarim tayyor yoki tayyor holatda ham eksport, ya'ni buyurtmachini xohishiga qarab yetkazib beriladi. Uzoqdan kelib ishlaydigan ishlarimiz ham bor. Chunki mutaxassislar bizni ishimizda juda ham muhimligi uchun mahalliy aholidan saralab olingan odamlar hali yetishib borguniga qadar chet viloyatlardan, boshqa viloyatlardan chaqirilgan mutaxassislar ularning tajribasini oshirish uchun kelib ishlayotganlar bor. Ular turar joy bilan, oilasi bilan kelib ishlash uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Ya'ni yotoqxonalar bor, yashash uchun nimaiki sharoit kerak bo'lsa, hammasi yaratib berilgan. Borish kelish, 3 mahal bu yoqda issiq ovqatlanish, hamma sharoitlar yaratilgan. Kelgusidagi rejalar ishlab chiqarish quvvatini oshirish, chunki talab kundan kunga oshib boravergandan keyin biz o'zi endi ochilgan vaqtida fabrikamiz 9 tonna, 10 tonna mahsulot ishlab chiqarishga moslashtirilganda, hozir uni biz qo'shimcha qurilmalar sotib olib, qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish uchun yana qurilmalar sotib olib kengaytirdik. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga yetkazib beriladigan qalin kiyimlarni rus tilida nachos deyiladi. Nachos qilib beriladigan apparatlar sotib oldik. Qo'shimcha bo'yoq mashinalarini Turkiyadan sotib oldik. Shuni hisobiga ham mana 2 yilda yana 3 tonna qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ldik.
80 nafardan ortiq xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan fabrikada bugun bolalar, erkaklar va ayollar uchun kiyim-kechaklar ishlab chiqarilmoqda. Mahsulotlarning xaridorligi bois Rossiya, Qozog'iston hamda Xitoy kabi davlatlarga eksport qilinayapti. Bu korxonada 3 oydan beri faoliyat olib boraman. Kun tartibim soat 8 dan 5 gacha, tushlik vaqti 12 dan 1 gacha. Fabrikamizda 70 ta ish xodimi bor. Hozirgi kunda fabrikamizda ayollar kiyimi, bolalar kiyimi, erkaklar kiyimi tikilyapti. O'zim shu yerda master bo'lib ishlayman. Ishchilarga ish jarayonlarini o'rgataman, tikishlarni. Mahsulotlarimiz o'z Rossiyaga, Qozog'istonga eksport qilinyapti. Mazkur fabrikada temir daftar va ayollar daftari hamda yoshlar daftarida ro'yxatda turgan ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Bu kabi imkoniyat va shart-sharoitlardan ishchilar ham mamnun. Men shu 3 oydan beri korxonada ish faoliyatimni davom ettiryapman. Amaliyotimni shu yerda o'qiyapman. Ishim juda ham o'zimga yoqadi. Sharoitlari juda ham yaxshi. Ish vaqtim 6 dan soat 8 gacha. Shu korxonada ishlayotganim uchun uydagilarimga ham yordam berib turaman. O'zimga shu ishlar juda ham yoqadi. Mirzobod tumanida chorvachilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Hududda faoliyat yuritayotgan chorvachilik xo'jaliklarida nasldor mollarni ko'paytirish, mahsuldorlikni oshirish va chorva mollarini parvarishlash uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Chorvachilikda yuqori natijaga erishish avvalo ozuqa bazasiga bog'liq. Shu bois bu yerda chorva mollari uchun zarur yem-xashak zaxirasi yaratilmoqda. O'zimiz dalalarimiz bor. Dalalarimiz 1000 gektardan oshiq. Makka doni, makka silyoz, beda pichani, beda senash, shularda o'zimizning yamalarimiz bor, asosan bosiladigan, shularni bosib, oziqamiz tayyorlab beramiz. Sog'in sigirlarimiz Germaniyadan olib kelingan, bir kunda 40 litrgacha sut beradi. Dala ishchilarimiz bor, hammasi 130 nafarni tashkil etib qo'yamiz. Mirzobod tumanida Oydin mahallasi, Ahmedov, Dehqonobod shu mahallalardan kelib ishlaydi. Rejalar mollar olib kelib, yana rivojlantirish fermamizda. Tumanda baliqchilik klasterlari va kooperatsiyalar tashkil etilib, kichik xo'jaliklar qo'llab-quvvatlanmoqda. Davlat tomonidan imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratilyapti. Bu tadbirkorlarning sohaga qiziqishini yanada oshirmoqda. Jumladan intensiv va yarim intensiv baliq yetishtirish, sun'iy havzalarda baliq parvarishlash, yopiq suv aylanish tizimlaridan foydalanish kengaymoqda. Bu esa mahsulot hajmini oshirish va suv resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Bugungi kunda bu fermer xo'jaligimiz intensiv usulda amalga oshirilyapti. Bosqichma-bosqich intensiv usulga o'tib boryapmiz. Hozirgi kunda yarim intensiv usulda amalga oshirilyapti. Intensiv deganda o'zi nima nazarda tutiladi? 1 gektar maydondan ko'p hosil olish, suvni tejamkorligini oldini olish, hozirgi kunda zamon talabiga mos ko'ryapsiz, suv tanqisligi bo'lyapti. O'shalarni oldini olish maqsadida intensiv usulga o'tib boryapmiz. Ish jarayonlarimiz o'sha mart oyidan boshlanib, maygacha davom etadi. Bu xo'jaligimizga asosan mayda baliq sogamiz, may oyida, sentyabr oyida hosilni, mahsulotni yig'ishtirib olamiz. Baliqchilik va chorvachilik faoliyatining rivojlanishi ichki iste'mol bozorini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sohani yanada rivojlantirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va aholi farovonligini oshirish imkoniyati yanada kengayadi. Mirzobod tumanida vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida ijtimoiy soha obyektlari foydalanishga topshirilmoqda. Yo'llar ta'mirlanib, zamonaviy tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Aholi salomatligini mustahkamlash, birlamchi tibbiy xizmatlar sifatini oshirish borasidagi ishlar izchil davom etmoqda. Turg'un Ahmedov mahallasida yangi oilaviy shifokorlik punkti foydalanishga topshirildi. Ushbu islohot natijasida tibbiyot muassasasi qiyofasi tubdan o'zgarib, zamonaviy va shinam binoda aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Ahvollarni oldin ko'rganmiz qanaqaligini. 17-yildan beri ishlagan yo'q edi. Hamma tomon xarobasi chiqib yotdi. Mana hozir ko'rsangiz shunday xonalar fayzli. Shunday ko'rsangiz xursand bo'lasiz. Ko'nglingiz, chehrangiz ochiladi. Uzoqqa qatnamaymiz, oldimizda bepul xizmatda hammasi. Tibbiyotdagi islohotlar mana chekkadagi qishloqlarni ham qoldirgan yo'q. Mana chekkalarga ham kirib kelyapti. Buning uchun davlatimiz rahbariga ming rahmat. Mirzobod tumanida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolajonlarning munosib sharoitlarda ta'lim va tarbiya olish qamrovini kengaytirish borasida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Natijada maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrov darajasi yil sayin o'sib bormoqda. Xususan tumanning Dehqonobod mahallasida joylashgan 17-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi mukammal ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi.
Mustaqilligimizning 35-yilligi bu xalqimizda juda katta ko'tarinki kayfiyat bilan kutilmoqda. Mana o'zlaringiz ko'rsalaringiz ham yo'llardagi juda katta bir obodonlashtirish ishlari, tozalik, mahalladagi tozalik ishlari jadal olib borilmoqda. Deyarli hamma mahallalarimiz asfaltlanyapti, betonlashtirilyapti, maktabga boradigan yo'llarimizga trotuarlar qilinyapti. Bu 2 yil mobaynida ham biz 10 dan oshiq ijtimoiy obyektlarimizni ochib xalqimizga xizmat qilish uchun topshirdik. Bizning Mirzobod tumanimizda ham 2026-yilga ikkita dastur, ya'ni 393-sonli hamda 49-sonli qarorlarga asosan bir qator ijtimoiy obyektlarimiz, ya'ni 5 ta maktabimiz, bitta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 3 ta tibbiyot sohasidagi obyektlarimiz remont qilinib xalqimizga topshirilib kelmoqda. Bu umumiy bitta tumanning o'zidagi ajratilgan mablag' ijtimoiy sohaning o'zida 36 milliard 900 millionni tashkil qiladi. Bu albatta kichkina summa emas. Bu nima maqsad? Xalqimizga yaxshi tibbiy xizmat ko'rsatish, yoshlarimizga ta'lim sifatini yaxshilash hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda bolajonlarimiz uchun sifatli sharoitlarni yaratish. Ertamiz egalarining zamonaviy shart-sharoitlar va yangi texnologiyalar asosida ta'lim-tarbiya olishi yurtimizning kelgusi istiqbolini belgilaydi. Ushbu muassasani ta'mirlash ishlari uchun jami 4 milliard 600 million so'm mablag' yo'naltirildi. Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotimiz mustaqilligimizning 35 yilligiga munosib sovg'a bo'ldik. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotimiz Dehqonobod hududida joylashgan bo'lib, kamida 150 nafar bolani qamrab olish imkoniyatiga ega. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 19 nafar xodimlar faoliyat yuritadi. Avvalgi sharoitlarimizda bolajonlarimiz uchun musiqa zallarimiz mavjud emas edi. Hozirgi zamonaviy binomizda musiqa zali mavjud bo'lib, bu bolajonlarimiz uchun ham yanada bilim olishiga katta imkoniyat yaratadi. Tumanda jami 529 milliard 700 million so'mlik qurilish ishlari bajarilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 143.5% ga yetdi. Xulosa qilib aytganda, bugun Mirzobod tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi quvvatlarni ishga tushirish, raqobatbardosh mahsulotlar hajmini ko'paytirish, eng muhimi aholi bandligi va daromadini oshirishga xizmat qiladi.